Xo'p, endi bizani qiladigan ishimiz mana bu joydan настройка settingsni birinchi kirishimiz kerakligini tavsiya qildi. U boyagi sistemani o'zi mana ignore battery optimization, ya'ni batareya o'sha kuchsiz anasi kamaygan holatga ham ishlayverishi uchun makrodroid ustiga bitta bosamiz. Ruxsatni berib qo'yamiz. Ya'ni o'sha mana buni bosdim deb o'ylagandim. Ruxsat beriladi. Keyin ikkinchi qiladigan ishimiz mana bu joydan xo'p, qaranglar. Mana makrodroid bilan mana shu ikkovini belgilab qo'yamiz. Mana shu ikkovini belgilab qo'yamiz. Xo'p, shu ikkovi mana belgilab qo'yamiz. Keyin yana bitta anonsi. Xo'p, mana bu joydan set language de bu ixtiyoriy. Bu ixtiyoriy, o'zlaringiz xohishlaringizga ko'ra iloji boricha ruscha qilib qo'yinglar. Tushunish oson bo'ladi. Mana ruschani belgilaysizlar. Mana ruscha bo'ldi. Nima deyapti bu yerga? Qolgan настройкалар kimga kerak bo'lsa, o'zi belgilab oladi. Xo'sh, hozircha qaranglar, ikkita ruxsat bo'ldi. Bizaga 3 ta ruxsat so'ragandi u. 3 ta ruxsatni aytgandi. Mana ruxsatlarni 3-inchisi makrodroidni anasi chiqqan payt ustiga bitta bosiladi-da. Makrodroidni o'sha prilojenadan uni alohida ko'rsataman. Hozir glavniyaga bosiladi. Glavniyaga mana bosiladi-da. Mana bu joydan mana makros e'tibor qilasizlar. Yoqilgan ekanligini tekshirasizlar. Keyin mana haqiqatan yoqilgan. Keyin mana bu joydan export import qilinadi-da, bosilib mana bu xranilishidan bosiladi-da. Xo'p. Mana bu yuklab olingan. Mana shu boyagi fayl bosiladi. Film tegib ketdi, kechirasizlar mana. Makros включен deyapti. Tepadan mana bu joydan tekshiramiz. Bosamiz. Hozir qaranglar, включить makros deyishim bilan agar hammasi to'g'ri bajarilganda makros ishga tushadi deb qaranglar. Bosishim bilan mana qaranglar. Xo'p, ana endi qaranglar. Boyagi ruxsatlarni berishni talab qilyapti. Mana ustiga bosasizlar, ogohlantirish chiqishi bilan ustiga bosasizlar. Mana okeyni bosasizlar. Okeyni bosasizlar. Xo'p. Bitta funksiya ishlatilmoqda deyapti. Xo'p. Mana bu joydan o'rnatilgan xizmatlardan tekshirasizlar. O'rnatilgan xizmatlarga agar makros chiqmasa ro'yxatiga mana makrodroid mana shu ikkovini yoqib qo'yasizlar. O'chirilgan ko'rsatdi. Mana bu joydan yoqib qo'yasizlar.
so'rayapti. Makrodroid ishlatilsinmi? Makrodroid ruxsat olmoqchi. Faoliyatlaringizni kuzatish, oyna tarkibini olish, kiritgan matningizni kuzatish. Okey qilinadi. Bu kuzatgani bilan hech qanday bizga zarari yo'q. Ikkinchilikka Macrodroid View Interaction o'chirilgan deyapti. Buni ham yo'q qo'yamiz. Mana boyagi narsalar kiritgan imlo ishoralar bilan boshqarish. Buni ham yo'q qo'yamiz. Keyingisi xo'p, keyingi qiladigan ishimiz orqaga qilamizda. Xo'p, shu ikkovi yoqildi. Keyin yana bitta orqaga qilamizda. Mana. Xo'p. Yana orqaga qilib mana shu orqaga belgisini bosib xullas. Ana endi yuqoridan yana qaysi ruxsat so'rayapti, shuni tekshiramiz. Mana Macros требуется разрешение. Mana yana bitta bosamiz. Mana shu ogohlantirishlar yo'q bo'lganicha mana ikkita ogohlantirish turibdi. Mana shu ikkovini ham o'zi qilamiz. Mana bu joydan mana Macrodroid o'chirilgan turibdi. Mana shuni yoqish qilamiz. Ketma-ketliklar to'g'ri bo'lishi uchun hammasini mana shu men ko'rsatganday qilinsa, xuddi shunday ketma-ketlik chiqadi. Iloji boricha oldin o'rnatganlarni o'chirib tashlab boshqatdan qilinglar. Ketma-ketlik to'g'ri bo'lishi uchun bu. Mana shuni yoqish qilib qo'yamiz. Keyin mana to'g'ri tushuninglar, har safar mana bu nazarni bosish kerakligini ko'rsatyapman. Keyingi safar tushunib olasizlar. Nazar qilamizda, keyin yana bitta nazar qilib, qaranglar, yuqoridan tushiramiz. Mana yana bitta narsaga ruxsat so'rayapti. Разрешение, ruxsat. Ustiga bitta bosamiz. Требуется наложение поверх других окон. Ya'ni eng tepada turish. Masalan, qavat-qavat qilib bir narsa qo'ygan payt, o'sha qavatlarning eng ustida bo'lishga ruxsat beramiz. Buni hech qanday zarari yo'q. Chunki Macrodroid boshqa ish qilayotgan paytda ham yana to'xtab qolmay ishlashi uchun kerak bu. Ana shunga ruxsat berilmagan. Shu uchun ham avtomatik bo'lmayapti. Ya'ni 3 ta ruxsat berilmagan uchun avtomatik ishga tushmayapti Macros. Shuni bosamizda okey deb bosamiz. Ana bunga ruxsatni beramiz mana bu joydan ruxsat berish. Ruxsat berish bosiladi-da, keyin nazar bosiladi. Xo'p. Mana bu joyda mana bu ruxsatlarni berdik. Bitta qaytib mana bu выключить makrosni bitta bosib qaytib yoqsalaringiz, bular hammasi to'g'ri bo'lgandan keyin qaytib выключить makrosi yoqilsa, avtomatik mana hammasi to'g'ri bo'lgani sababli ishga tushdi. Yerda chuqurroq kavlaganimiz sababli deganday Operative razdel bosilishga ulgurmasrak makros mana ishlab ketdi, ko'ryapsizlar. Xo'p, ana endi haqiqatda ishlayotganini tekshiramiz. Nima uchun YouTube'dagi oldingi videoni o'qimasdan keyingisi o'tib ketgan sababi makrosda joylashtirilganlarni o'qiydi. Ya'ni joylashtirilgan videolarni tomosha qiladi-da. Mana 15 sekunddan keyin makros ishlab pulni yig'ib yana keyingi videoga o'tibdi. Mana. Xo'p. Boya va'da berganimdek, agar video 15 minutdan uzoqroq davom etgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Men 2 ga bo'lib ikkita video qilib qo'yaman. Bitta video qilsang ham bo'lardi-ku degan e'tirozlar bo'lmasin, iltimos to'g'ri tushunasizlar. Uzurimni aytdim. YouTube'dan o'sha ruxsat kelmayapti. To'g'ri tushuninglar. Ya'ni video sonini ko'paytirish uchun bo'lmayotgan ekanligini aytmoqchiman. Xo'p, keyingi videolarimizga yana makrosga xalaqit bermay, keyingi videomiz agar talab bo'lsa, o'sha boyagi pulni chiqara olish haqida bo'ladi. Ishlangan pulni chiqara olish. Yana bitta videomga izoh yozib qoldirishda aytdimki, ishlangan pulni e'tibor qilsalaringiz, mana bu joyga hozir e'tibor qilib turinglar, men hozir ko'rsataman chizib.
Hozir tezroq pul ishlasa endi bu. Ishla tezroq 15 sekundga. Mana. Ana bu joyga ko'pchilikka 270 0.3 270 ishlaydi. Menga esa 297, ya'ni 10% ortiqroq. O'sha 270 da 10% 27 bo'ladi. 270 ga 27 dan qo'ysangiz 297 mana. Yana ko'rsatdi 297. 10% ko'proq ishlayapti. Buni qanaqa qilish kerakligini juda ham oddiyligiga hayron qolasizlar. Keyingi videoda ko'rsataman. Keyingi deganim yolg'on bo'lib qolmasin. Talab qilinsa, o'sha video haqiqatan ham mana shu haqida video chiqaring degan izohlar qoldirilib, xohlasalar shu videomning ostiga, xohlasalar boshqa videoning ostiga, xohlasalar kanaldagi o'sha postlarga qayerda ko'rishim mumkin bo'lsa, kanalimni qaysi joyda izohlarni ko'rishim mumkin bo'lsa, izoh qoldiringlar. Qanday qilib ko'paytirish mumkinligini tushuntiraman. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kerakli video chiqarishga harakat qilib, faqat sizlar uchun ishlashga harakat qilaman. Chunki yana bitta sababi, keraksiz video chiqarilsa, hech kim tomosha qilmasa, uni keragi bo'lmaganini necha marta o'zim sinaganman. Shuning uchun kerakli videolarni talab qilasizlar, men esa chiqarishga harakat qilaman. Hammani ishlariga omad, yaxshi daromadlar tilayman. Rahmat.